Kıtırlayotgan eshitilyaptimi? Qat-qut. Onam, bugun nima ovqat? Bugun assalomu alaykum muxlislarim, yaxshimisizlar? Bayramlar bilan o'tgan bayramlar bilan. Mana bugun biza nima edi? Matalashka, molli, kachalka joylari, oyoqlarga, organizmga yaxshi, suyak og'riqlarga, suyak yemirganlarga yaxshi. Mana bugun xulos qilib qaynatdim. O'g'lim ikkala hozir o'g'lim olib keldi. Mana hozir yemoqchimiz. Mana qatiq, salat. Mana kil bo'lib pishibdi. Oyog'idan suyak go'shtlardan ajralib, halidek suvgacha yetilibdi. Ilillab ketdi mana. Mana mag'aslarga bitta kusog'ini yeb ko'rsatdim mana. Go'shtlari ipir bo'lib ketgan mana. Pir. Gap mana qolg'onlari bor, sabzilari. No'xat ham solganman. Mana no'xatchasi ham bor ichine. No'xat ham solganman. No'xat vaylarim yedim. Karamlarni yesam buni ishtahani ochadi. Hammaga yoqimli ishtaha. Kıtırlayotgan eshitilyaptimi? Qat-qut. Kelinglar, mana pishdi. Kelinglar mehmonga. Bye.